Mana kotyolni yoqdik. Yonishi dahshat. Juda ham zo'r yonyapti. Hozir o'tinda mana gradusini ko'taryapmiz. Magnum 20 kW, NMK zavod. Tiyagani ligirovka qilib olgani, o'z gradusini ko'taryapmiz. Zaslonka bo'lni ochiq, qizib olguncha bastlatamiz. Yonishiga gap yo'q. Assalomu alaykum. Bu video foydali bo'ladi degan umiddaman. Albatta bu NMK zavodining Magnum 20 kW kotyolini olganlar uchun maxsus tayyorlandi. Mana 2025-yil 12-iyulda ishlab chiqarilgan. Sistemamiz endi to'pit qilganmiz steklavata bilan. Ochiq sistema. Asosan bor, to'g'ridan to'g'ri ham bor. Buni endi YouTube dan ko'rib o'zgarish qilganmiz. Shu kimgadir foydali bo'ladi deb yoqishdan oldin video qilib qo'yapmiz. Bu 6,5 metrlik 159 turbadan qilingan. Zaslonkasi o'zimiz yasadik. Shunaqa ochiladi. Buni ko'pchilik aqli yetadi bunga. Bu YouTube turba og'irligi uchun bunaqa tiyaga qo'yib qo'yganmiz. Endi o'zgarish qilganimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Oson bo'lish uchun. Buni yonish kamerasi katta degan YouTube'da videoda ko'rgan bo'lsangiz, yonish kamerasini kichiktirsa rasxod ozayadi. Ishkani yoqib sinab ko'rganlardan biz ham hunar o'g'irladik. Faqat biz qo'shimcha qildik. Shu narsani yasadik. Sabab kotyolga zarar yetkazmaslik maqsadida shuni qo'yamiz hamda list 5 listdan shunaqa ichiga moslama qo'yganmiz. Mana qanday o'rnatamiz, shu to'xtatib ko'rib olsangiz bo'ladi. Shunday oddiy. Bu nima ariqchasiga listimiz o'rnashadi. Mana razmerlarni olasizlar, kotyolga moslab. Oxirgi qo'yasiz, oxirgi yonish joyiga xalaqit bermaydi. Shu oraliqlarga hozir tepadan list qo'yamiz. Mana shu listimiz. Buni qulay bo'lish uchun shunaqa ruchka qilib qo'ydik. Olib qo'yish uchun. Mana joylashdi. Xo'p, 3 dan 2 qismi yonish kamerasi qoldi. Bir qismini mana bu tomonga chiqarib bordik. Endi YouTube'da ko'rganlarimizda bizda listda shunaqa oraliqlar yo'q edi. Buni qilishimizdan maqsad shu. Plastikda aylanish uchun qo'yilganda tirab qoladi. Albatta aylantirish uchun ochib qo'ydik. Shu yerda ag'ida o't yonadi, bitlar bo'sh qoladi. Bo'sh qoladi. Bunda nima bo'ladi bunda? Ko'mirimiz ekonom bo'ladi. O'zini turga qo'yamiz. O'zini listini qo'yib oldik. Bu qanday o'rnashadi? Shu o'tin to'ldirib yoqamiz. O'sha tagiga, uni tepasiga ko'mirdan to'ldirib qo'ysak, shu 25-30 endi 30 kilocha ko'mir sig'sa kerak. Endi sinab ko'ramiz hozir. O'zimizning mo'ljallimizda shunaqa ko'mirlarni bosib qo'yganmiz. O'tinlar tayyorlayapmiz. Hozir yoqamiz va keyinchalik rasxodlari bo'yicha ham video tayyorlashga harakat qilamiz. NMK zavodini 20 kW kotyoli. Foydali bo'lgan bo'lsa shu duo qilib qo'yasizlar. Like bosib qo'yasizlar deydi-yu, shunaqa. Gazli kotyolimiz bu. E'tiborlaringiz uchun rahmat.